Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Suyimlik usul havaskorlari. Sizlarga men Veneradan o'tliq salom. Aldi bilan sizlarga o'zimni tanishtirib o'tay. Mening kasbiy usul hayotim 12 yoshimdan boshlangan bo'lib, garchi asosli kasbim balet usuli bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur usulidimi vatanimizdagi peshqadam ustozlardan sistemalik, o'lchamlik tarbiya olgan. Men Germaniyadagi Nuqtaliq usul universitetining aspirantlik balet kasbini tamomlagandan keyin Germaniya Brandenburg o'lkalik davlatlik teatrining asosliq balet artisti bo'lib xizmat qilib kelyapman. Gerçi bu 20 yılga yaqin bo'lgan xizmat hayotimda sahnalarda, nurg'un balet operalarida har xil rollarni ilib kelayotgan bo'lsam-mu, lekin Uyg'ur usulimizga bo'lgan muhabbatim, qizg'inligim hech bir sovib qolgani yo'q. Aksicha, qimmatlik boyligimiz bo'lgan bu go'zal Uyg'ur usulimizni avlodlarga, qarindoshlarimga yetkazib berish oddiygina bir burchimni ado qilganlik deb o'ylayman. Shu sababdan ham nurg'un do'stlarimning qo'llab-quvvatlashi va madad berishi bilan Uyg'ur usulimizni sistemalik o'rganadigan bir darsxona ochishni planladim. Men darslarni eng dastlabki bosqichdan boshlab o'tmoqchi. Ya'ni qo'l va putning turoqlari, beg'ish va barmoq o'yintish harakatlari, har xil qadam harakatlari, chiroy ifodalari, kasbiy atalg'ulari bilan atrofliq o'rgatilib bo'lgandan keyin har xil turdagi daqliq usul birikmalarini o'rganamiz. Va shu jarayonda harakatlarning qiyinlik darajasining o'sishiga ergishib, peshqadam ustozlar bizga qoldirib kelayotgan an'anaviy usullarimizdan har xil udarliq dap usullari, sanam, sama, do'lan usuli va har xil yerlik usullar bilan tanishamiz. Har qitimliq darsda qiz va o'g'illarning harakatlari ayrim ko'rsatildi. O'rganishga ham as tutishga oson bo'lish uchun darslar qisqa o'tilib, haftada bir qitim to'g'ri yo'llanadi. Bu darsxonaning Uyg'ur usulimizga bo'lgan tanishingizni, tushunchingizni oshirishga yordam berishini chin dilimdan umid qilaman. Hurmatli ko'ruvchilar, amsa diqqatingiz har shanba kuni Uyg'ur usuli darsxonamizda bo'lsin.